Temur Kapadze, natija keltirgan murabbiy nega ishonchdan chetda qoldi? O'zbekiston futboli tarixida ayrim burilish nuqtalari bo'ladi. Yillar o'tib, o'sha qarorlarga qayta qarab, bitta savolni beramiz: to'g'ri yo'l tanlanganmidi? Bugun ana shunday savollardan biri Temur Kapadze masalasi. Favqulodda vaziyatda kelgan murabbiy. Srechko Katanes sog'lig'idagi jiddiy muammolar sabab O'zbekiston terma jamoasini tark etgan payt, jamoa murakkab holatda edi. Saralash bosqichi davom etayotgan, vaqt kam, bosim katta, umidlar esa sinov ostida. Ana shunday pallada terma jamoaga Temur Kapadze olib kelindi. U yulduzli ism emas edi. Jahon miqyosida tanilgan murabbiy ham emasdi. Ammo u O'zbekiston futbolini ichidan biladigan, futbolchilar ruhiyatini tushunadigan, muhitni his qiladigan murabbiy edi. Kapadze jamoani qabul qilib oldi va eng muhimi, natija berdi. Tarixiy natija, jahon chempionatiga yo'llanma. Faktlardan qochib bo'lmaydi. Temur Kapadze boshchiligidagi O'zbekiston terma jamoasi muhim ochkolarni oldi. Hal qiluvchi o'yinlarda bosimga dosh berdi. Va eng asosiysi, O'zbekiston tarixida birinchi marta jahon chempionatiga chiqdi. Bu oddiy natija emas edi. Bu o'nlab yillik orzu, millionlab muxlislarning kutgan kuni edi. Va bu natijaga na Kanavaro, na yevropalik top murabbiy, balki mahalliy murabbiy Temur Kapadze bilan erishildi. Savol: nega ishonch davom etmadi? Ammo futbol faqat maydondagi natija bilan o'lchanmaydi. Ayniqsa bizda. Jahon chempionatiga chiqilganidan ko'p o'tmay, federatsiya ichida boshqa gaplar yurdi. Katta sahnaga katta ism kerak. Jahon chempionatiga tajribaliroq murabbiy bilan borish lozim. Nufuzli murabbiylar bilan muzokara qilaylik. Va oxir-oqibat qaror qilindi. Temur Kapadzega emas, Fabio Cannavaroga ishonch bildirildi. Cannavaro nom, lekin murabbiy sifatida-chi? Fabio Cannavaro futbolchi sifatida afsona. Oltin to'p sohibi. Jahon chempioni. Italiya futbolining ramzi. Ammo murabbiy sifatida uning faoliyati bahsli. Katta terma jamoalarda uzoq muddatli muvaffaqiyat yo'q. Jamoa qurishdan ko'ra qisqa loyihalar. Ko'proq nomi bilan ishlangan shartnomalar. Savol tug'iladi. Jahon chempionatiga futbolchi sifatida yutgan murabbiy kerakmi yoki jamoani olib chiqqan murabbiy kerakmi? Agar Cannavaro olib borsa, nima yutamiz? Adolat uchun aytaylik, Cannavaro bilan ayrim yutuqlar bo'lishi mumkin. Imij va reklama. O'zbekiston futboli jahon ommaviy axborot vositalarida ko'proq tilga olinadi. Homiylar va marketing imkoniyatlari kengayadi. Xalqaro tajriba. Yevropa futbol mentaliteti. Katta turnir muhitini bilishi. Yulduz nom ta'siri. Ayrim futbolchilarga psixologik motivatsiya. Hakamlar va raqiblar nigohida boshqa qabul. Ammo bularning barchasi bilvosita foyda. Maydondagi o'yin esa boshqa masala. Agar Kapadze olib borganida nima yutardik? Endi asosiy savolga kelamiz. Temur Kapadze bilan jahon chempionatiga borganimizda barqarorlik bo'lardi. Saralashni olib chiqqan jamoa buzilmasdi. Futbolchilar murabbiyga ishonardi. Ruhiy ustunlik. Biz bu yerga tasodifan kelmadik degan ishonch. Murabbiy ham futbolchilar bilan birga bu yo'lni bosib o'tgan. Mahalliy futbol falsafasi. Futbolchilar mentalitetini chuqur bilish. Moslashuv uchun vaqt yo'qotilmasdi. Adolat signali. Natija qilsang, ishonch davom etadi degan tamoyil. Yosh murabbiylar uchun umid. Asl muammo qayerda? Bu yerda gap faqat Kapadze yoki Cannavaro haqida emas. Asl muammo biz natijaga ishonmaymiz, nomga ishonamiz. Bugun Kapadze, kecha boshqa, ertaga yana boshqasi. Ammo tizim o'zgarmasa, mahalliy murabbiy hech qachon oxirigacha ishlay olmaydi. Natija qilsa ham katta ism kelib joyini olaveradi. Xulosa, tarix kimni oqlaydi? Agar Cannavaro jahon chempionatida muvaffaqiyat qozonsa, to'g'ri qaror bo'lgan deyshadi. Agar natija bo'lmasa, yana bir savol ochiq qoladi. Nega jamoani olib chiqqan murabbiy bilan oxirigacha borilmadi? Temur Kapadze O'zbekiston futboli tarixiga allaqachon kirdi. Uning eng katta yutug'i faqat jahon chempionatiga chiqish emas, balki shuni isbotladi.
Biz oz murabbiyimiz bilan ham katta natijaga erisha olamiz.